Frederik Sodi kambag'al don savdogarining oilasida 7-farzand. 1877-yil 2-sentyabrda Sasseks, Angliyada tavallud topadi. U 1,5 yoshida to'lganda onasi dunyodan o'tadi. Otasi qattiq daromad izlab chog'ida Londonning fond birjasiga boradi va bolalarga g'amxo'rlik qilish katta opasining yelkasiga tushadi. Frederik boshlang'ich ma'lumotini uyda oladi, keyinchalik kollejda tahsil olib keladi. Sodining xarakteri va dunyoqarashining shakllanishiga uning aqidaparast diniy bobosi bilan qizg'in bahs-munozaralar ta'sir ko'rsatadi. Bola badiiy adabiyotga va tabiatshunoslikka qiziqib qoladi. U akalari uchun kimyoviy tajribalar o'tkazishni yaxshi ko'radi. Frederik Sodi Oksford universitetini 1898-yilda tugatadi. 1900-1902-yillarda Monrealdagi McGill universitetida Ernest Rutherford bilan birgalikda, 1903-4-yillarda London universitetida esa Ramsay bilan birga ishlaydi. Glasgow universitetida 1901 va 1914-yillargacha dars berib keladi. U Aberdeen va Oksford universitetlarida professor asosiy ilmiy ishlar radioaktivlik bo'yicha tadqiqotlarni olib boradi. Ernest Rutherford bilan hamkorlikda toriy radioelementini kashf etadi va ikkita emanatsiya radon 220 va radon 222 ning kimyoviy inertligini isbot qilib beradi. Radioaktiv parchalanish nazariyasi asoslarini ishlab chiqadi. Yarim yemirilish davri tushunchasini fanga kiritadi. William Ramsay bilan hamkorlikda radiy va radon radioaktiv parchalanganda geliy hosil bo'lishini isbot qilib beradi. 1921-yilda Nobel mukofoti laureatiga aylanadi. Uning sharafiga mineral Sodi nomlangan. 1905-1906-yillarda Rengen jamiyati prezidenti, 1910-yillarda Rutherford tavsiyasiga ko'ra London qirollik jamiyati a'zoligiga qabul qilinadi. 1919-yilda Shvetsiya Fanlar akademiyasining chet tillik a'zosi. 21-yilga kelib Rutherford va Thomson tavsiyasiga ko'ra u mukofotlanadi. 1924-yilda SSR Fanlar akademiyasining muxbir a'zosi. 1934-yilda Glasgow universitetining faxriy falsafa doktori. 1951-yilga kelib u Albert medali bilan taqdirlanadi. Frederik Sodi 1956-yil 22-sentyabrda Brixton kasalxonasida vafot etadi.